Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Qorong'u dehqon uyiga ushtumtut cho'lpon kelib tushdi. Süpürüksiz şaltaq kigiz ustiga tuyuqsiz ipar yağdı. G'am g'ussa tomonlar qaplagan bir qorong'u ko'ngilni birdala muhabbat nurlari yo'ratdi. Qag'jirg'an qalblar cho'lida hayot bahori kamal topdi. Ular qanchalik quchoqlashdi, qanchalik suyishdi bo'lg'ay, buni hech kim bilmaydi. Kigizda kichikkina so'sin qon izi turardi. Ular nomus qilib bir-biriga ta'tir qarshib oldi. Bir qizning mahaliga yolg'iz otliq kelib, Ziyovuddinning hovlisiga kirib ketganini, o'stangda Kashko'ldan suv elayotgan Muxtarboyning cho'ng kelini hammadan burun ko'rdi. Ajoyib yasangan, ajoyib chiroyli bir qizning ajoyib egar jabduqlari bilan o'ynaqlab turadigan otni minib, bo'ytaq yosh yigitining hovlisiga kirib ketishi ajoyib cho'ng ish. Kelin alaqsada bo'lib, ikki chelak suvni tosh tunga qo'ydi-da, yog'liqining murisiga tushib kelishiga qaramay, ko'ni kashini shipildatib uyma-uy kirib, bu cho'ng ishni xabar qilib bo'ldi. Go'yo Ulg'oxonning uyiga o'g'ri kirgandagidek, Olabaytalning cheriklari ziyakni bog'lab ketgandagidek, cheriklar ikki balani etib atgandagidek, mahalla ayollari balalarini qo'ltiqlari qisishgan. Ko'ni chaponlarini yepinchaqlashgan. Ko'ni pima kalashlarini so'rashgan holda ko'chaga chiqishdi va Ziyovuddinning uyiga qarashib, yaqinlarini tutishib to'g'ri qilishdi. Bu zamonning qizlarida hayo yo'q. Shahar qizlari degan shu. Pa, aprez oyimdan qilishmoqdak. Nurini oshnis izlab chiqibdimi? Nikoh qilg'izmaganmi texi? Ayollar hal so'ragan bo'lib, tilak tilagan bo'lib, qurt so'ragan bo'lib, ba'zilari Ziyovuddinning uyida neni bo'lmasa non yiqib berayli degili kirgan bo'lib, kayni-kaynidan kirishib panjaradan asta marashdi. Ulardan bir nechisi so'yishayotgan yoshlarni ko'rib, kashining tushib qolgani qaramay, vayrasvochilik deyishib, Qushnochimning uyiga yugurishdi. Ba'zilari Nurini tillashib, o'lib ketgan Rayhongulning o'g'lining shikoyat qilib yig'lashdi. Lekin ularning to'lisining oshnalari bor. Ular eg'illarda, qig'ning, chig'ning, tamning daldillarida oshnalari bilan oldirab tinab ishni tugitib, ishtonlarini ko'tirib, alaqsada bo'lib qaytishyapti. Bu ishlar ular uchun ayib emas. Shahardan bir qizning yigitini izlab chiqishilar cho'ng gunoh. Hayosizlik, buzuqchilik, nomussizlik. Mana bu yezi odati, taranchi axloqi, Uyg'urlarning fikr qilish odati. Hatta bu ishqa mahalliy imomi bilan muroqazama aralashdi. Zina qilibdimishma? Dedi imom uzun qashir ostidagi yo'g'on ko'zlarini qoziga erinchaklik bilan lap qilib tashlab qo'yib. Mushtak turib, ha? Shariatda chalmikisa qilindi zinaxo'rlar. Mushtak tursa, dedi qozi tasda yeyib qo'yib. Sizlar necha yoshlarda madayshakning quyruqini ko'tirgan imoma xonim? Qo'ysizlar, shumi gapmi? Qilmagan deb qasam ichamlar amsa. Nima ish qilshatdim? Qilgan bo'lsaqmi u degan balaliq. U zina emas-ku, ha? Hayvon bilan bo'lgan ish degan o'z yo'li bilan, shariat yo'li bilan emas deysizlar. Gunohsiz band yo'q jumislar bu olamda. Shu Xudoyim do'zaxni yaratgan. Do'zax degan imoni borligi bir muncha. Yuyinib, tozlanib jannatga chiqib ketadi. Kofirlar do'zaxni qilaveradi. Qozaran bu gaplarni shundoban anglab qolsa, dedi qozi imomning shig'i tegib. Do'zaxni bu dunyoda ko'rdilar imoma xonim. Shundoban tunganmish o. Yo'q, dinsiz o. İmanı bo'lmag'ini bilan insobi bor podshoh o. Ko'rdingmi? Uning sharofatidan ne ishlar bo'lib, Moskviski, Bobrok, Konka, elektrlar paydo bo'ldi. Xudoyim bergan shundo'bangim bu dunyoning ne'matlarini.
ularning parangi uzoqqa bormadi. Ziyovuddin etining yaylaga 10 necha to'shqanni bog'lab, ularning oldiga keldi. Qip-qizil qilib terisidan ayrilgan ikki to'shqanni imom xonimga sundi. Alsıla 12 tutupdiman. İkisi zakat. Balli. Imom o'rnidan turib to'shqanga qo'l uzatdi. Har biringlar 2dan zakat bersanglar, hech yeb bo'lolmayman buni. Shunda menga 5-6 ni avat bermamlar bu nimmatdan. Dedi qozi kulib qo'yib. Qazaran shaharning mubta alamlaridan bo'lib qolamlar texi. Maşallah. Dedi imom uy tarafga mengib. Ziyovuddin, uyingda mehmon bormi? Nikoh o'qitish lozim bo'lib qolsa, aytda bitasa. Nima deydi? Dedi Ziyovuddin qoziga ikki to'shqan berib. Balamning 40 to'shmidi, bu imom axuni menga loyiq topganmi nima? Sana demaydi, Nurining loyiqi bir farishtalik qiz org'moq meni bo'ylang'i kirib ketdi. Bu sarang imom bayla Nuri zina qildi deydi texi. Nim deydi oy? Dedi Ziyovuddin kulib qo'yib. Nuri undaq qiladigan bolam edi. Ziyovuddin qashang atni deyvetdi. U ho'ylada Abdumarimning begining xaltar etini ko'rib cho'chadi. Lekin uyga kiribla uy yig'ishtirayotgan Sabihani ko'rib xushal bo'ldi. Rayhongul hayot vaqtida Mingbegining no'g'ay xotini bilan mush qizining yaxshi gapini to'liq qilatdi. Tez turdingizmi qizim? Dedi u to'shqan go'shtini Nuriga sunib. Apingiz tezlikmi? Uning Abdumarimning begining nomini tilga olg'isi kelmadi. Atga o't tashlab beray. Xon turib qo'yibsiz-ku o jonivorni, baygiga soldigandek. O Abdumarimning begining etining eg'iz durqini chiqardi-da, o'z dushmanining etiga sinchilab qaradi. Yugan egar jabtoqlariga sap gumishdan naqshlar o'yilgan otning kang ko'ksidagi shaldirimining do'gilak ko'zining tashlari cho'tehi. Bundaq esil tashlarni Ziyovuddin bir umr ishlabmi ko'rib baxmagan. Atning qushqun ulanglarimi ajoyib chiroyli edi. Mingbegi mushi esil egarga o'ltirib, "Munu yaxshi otni menib olib, odamlarga zulm salatdi." Heliq chaqda yayila uni Mingbegining bo'ylisiga bog'lab apardi. 6 dehqonni kolida qo'shaqtab Mingbegining darvosi oldidagi qeri qor yog'ochga bog'lab qo'ydi. Ziyovuddin shelaplik, qasqan shapkilik odamlar bilan birga chiqqan Mingbegiga Abdumarka, dan to'kmaganni bog'lasang, Aysa Shangyoni bog'la. Yer mening nomimda bo'lgani bilan yerni utergan. Qasam ichaman, Qur'on dassa desangmi dassayman. Menda gunoh yo'q, bekorla tayoq yedim aka. Devidi Mingbegi uning olib qo'yib, "Darding bo'lsa, shangan yomulga kirib, dedi-da, qarabmi qo'ymasdan mush etiga minib, naga to'g'ri ketib qoldi. Ziyovuddinni qilish asqan ikki otliq, kaltak tutgan ikki piyoda yoyi heliqi dehqonlar bilan kechilab shaharga haydab mandi. Ular osh chanqigan holda har bir qadamini ta'sida yo'tkab, shaharga tongga yaqin orolga yetib keldi. Ziyovuddinning belaklari ishib ketdi. Putlari qapardi. Yayla ularga jirg'ilangning suzuk suyidan ichib olishga ruxsat qilmadi. Ziyovuddin 8 kishi yotadigan tegiga selingan bo'ris qardab ketgan bir arg'amcha bo'yi egizlikda kichikkina bir tungligi bor turmada so'roqsiz 20 kun birga cho'silarga talanib yotdi. Kunduzlari chanzlarni quyuq tiklab, sim bilan bog'lab salasun qilib qo'ygan turma o'ylasa turib, salasun yo'chqidan Mingbegining mushi etining bog'liqlik turg'unni ko'rdi. Mingbegining turma yenidagi shangan idorasiga cho'qim yana Ziyovuddindek begunohlarni jazolatishga arz akalganligi aniq edi. Tova, bu qanday hukumat? Odillikni chaylab payxon qiladigan nadagi zolimlarni tepib, Mingbegi 100 begi qilib qo'ydi ekan-ku. Munu xaltar atning tili bo'lgan bo'lsa, hammani aytib beradi, deb o'yladi Ziyovuddin. U askiga qanot bo'lgan yaxshi atning egarlarini oldi. Uning o'qurg'iga bog'lab, dumbillarini silab o'gizdan kanji o'ram beda tushib selib berdi. Mallarga o't selib yurgan qama o'ptalli mushchib qolgan bilan ta'sisi ko'tirib, "Yaxshi boq, seni qo'g'lab yurib urishga foydasi bo'ladi", dedi ochiq tani bilan. Orqadan,
Yeni 2 at bervedi, olmadım. Abdümer'nin yılqısığı şerik bulup uyup, kalgan canımdan ayrılmay dedim. deb qo'shib qo'ydi. Qama qizining o'lim bilan aqlidan adishib qolgan ayolni yulab uyga elib mangdi. Ziyoddin tutilmagan bo'lsa, bu ho'ylada fojia bo'lmagan bo'ladi. Albatta, cheriklarga bu ho'ylni ko'rsatib berganmi mush xaltar otning egasi. Shuning uchun G'anila uning piyiga tushgan. Bugun otlarini bulg'an bo'lsa, kim biladi, atogin jinni olamdi texi. Ilohim shunda qilsidi. Ziyoddin texi Sabiha qizning beshiga kelgan kulpatlardan xabarsiz. U endi mush qizning kasofatidan aziz o'g'liga ziyon zahmat yetishidan ansiraydi. U bir amal qilib, muni ko'ngil so'rab chiqqan qizni yaxshi eti bilan yo'lga selib etish kerak. Shunda qilmasa, uning quloqi tinchimaydi. U darizdan Nurini chaqiradi. Nuri chiqqandan keyin Bunu qiz yo'qlab chiqqan bo'lsa, yaxshi qipti. Qarang'i tushgich yo'lga chiqsin. Bu yerda kashqoz yo'l ansiz, havo sovuq, dedi. Biz hozirlamamiz, dedi Nuri dadasining maqsadini tushunib. Nima deysin oy? Sen nega borasan? Sabihani urlashtirman. U uydan qochib chiqqan. Nemish qo'y? Dadasi Chiyosning o'g'li tartib qiptikan. Nima deydigansa? Ondoq bo'lsa, mashaga bo'lmasa Muxtar akamning uyiga? Yo'q, bo'lmaydi. Shaharga kirmasak bo'lmaydi. Bir otga mingishibmi? Mana men deb chinib qolasizlar-da. Biz qanday qilamiz? Otni chanoqqa tayli. Chanog'i ko'nikmi bu ot? Ko'nik bo'lmasa, tip vatavarkin chiqirdi chanini. Qaytib boqaydi amsa. Ular xaltar otni chana qo'shib, o'ylida haydab mengivedi, ot tinishmadi. Yan yog'ichini uzunroq qilsak, putig'i tegmasala bo'ladi ekan. Zodi yaxshi otning xuyi bo'lmaydi. Namoz degardan qiz bilan Nuri boshlariga yung yog'liq o'rab, putlarini kiygiziga chumkab chanada o'ltirdi. Otga taqardan qilingan palas yopiq yepaldi. Buning bilan esil egar jabduq ko'rinmadi. Ziyoddin otga o'zi mindi. Angacha Dara bilan Baramo ovdan qaytib keldi. Ziyoddin ko'rakchi va tashlanmagan quloqchi bilan to'nuqsiz holga kirdi. Yung yog'liqiga o'rilib, aski tashliq sansan jo'g'uchim kelgan ishga ayol o'ltirgan chana Ziyoddinning ho'ylisidan chiqib shaharga qarab yurib ketdi. G'arbga qiysaygan quyosh bir-biriga qarishib o'tirgan ikki yoshning sovuqda qizargan yuzlarini texmi qizartgan. Chana cheksiz ketgan oppoq qor qo'ynida shundoq siliq, shundoq ritmliq silkinib mangdi. Chanadagilar jo'ishchidagi ikki jup qo'l ajratqisiz bo'lib chirmishib ketgan. Ular ona yer bag'irda papilinib ketib boradi. Ular tumshuq baytoqaydan o'tib yuqoriga o'rlagandan keyin janubdagi manzara ularning qalbida mangu unutilg'isiz she'r misralari bo'lib tizildi. Cheksiz sozliq, qo'yuq o'rmon, muz ostida qolgan daryo. Üst tarafdagi oppoq ko'zni cheqib turadigan poyonsiz edarlar va to'p-to'z zamin. Yuqoridagi kashki shapaqdan qizg'ish ko'rinadigan bulutlarga taqashgan oppoq cho'qalar. Ularning ostidagi qaramtul ko'rinadigan qarag'ayliqlar. O'yman baytoqayning yuqorisi tuzlang. Chana bu tuzda bir xil tavirnib mangdi. Xuddi hamma yer naqshi aytayotgandek, dunyoda xafliq, dard alam qolmagandek. Ularning ishki yanidagi oppoq qora unchilari chana ostidan sakrishib chiqib, yuzlariga urilganda paydo bo'ladigan shodliq ular uchun hayot xotirasi. Qiz sho'xlik qilib, yanidagi sut qog'oz betidek pokiz qora betiga inishib turib, Nuri bug'doy o'ri deb yozatdi. Xiyolchan Nuri ko'rib qo'yib javoban Sabiha yaqin kela deb pichirlab qo'yatdi. Ular uchun olam hissiyot, hayot she'r, turmush xushalliq, ona yurti tangdoshsiz go'zal edi. O'zining hamma ishini yaratmaydigan, o'zini boshqalardan doim to'van hisoblaydigan Nuri bugun o'zini hammaga qobil, hammadan ustun hisoblab qoldi. Uningcha hech kim uningdek baxtli emas. Go'zal qizga hech kim uningdek mahliya bo'la olmaydi.
qizni hech kim uningdek o'ziga jalb qila olmaydi. Shundaq bir tangdishi yo'q go'zal, aqlli qiz uni yaxshi ko'rib qolgan ekan. Uning o'zini ashundaq ustun hisoblashga albatta haqqi bor. Bo'lmasa, Sabiha nima uchun boshqa birini emas, uni tanlab oladi? O'ziga ishonch, g'urur va baxt taqdim qilgan qizning nozik, muzdaq qo'llarini u yenishlab mo'jidi. Barmoqlarini sanadi. Qizlardan o'zini qochiraman degan irodasi xuddi to'shib yanchiq silingan oshqishdek nalargadir tushib qolgan. Rasulovning muhabbat shirin dushman degani dadasining bir to'shqan bakan, faqat birla to'shqan, oltin tezaklaydigan deganidek ko'rkilik gap o'xshaydi. Dunyodagi lazzatlarning lazzati son muhabbat bog'lagan qizdan keladi. Mana bu to'shqan qo'rqinchoq hayvon degan haqiqatga o'xshash rost gap. She'r yoza olamsiz, Nuri? Yoza olayman. Qani o'qib beqmamsa? O'qsam o'qoy. Bu she'rni sizga beg'ishlab yozganman. Uzab tunlar atar tanglar tapolmay uyqudan lazzat. Azobda tovlanar qalbim, mushaqqat men uchun odat. Nigorim bilmagay mangu mening na uchun qochorimni. Kirib jannatni ko'rgayman, visol pasliga qilib toqat. Nima? Atlanib oldingizga chiqmasam meni jannatda ko'rmoqchimidingiz texi? Qiz batnab noz bilan ta'tir qarab oldi. Mana jannat degan shu, dedi Nuri qizning qo'lini chin siqib. Ziyovuddin quloqchisining quloqlari bilan quloqlarini chin bog'lab olgan. Yo'ngli quloqchadan uning qip-qizil ikki mangzi bilan cho'kimiz qaplagan burutlari ko'rinib turardi. U orqa qarabmi qo'ymaydi, qarashni xohlamaydi. U yaxshi ot ustida o'zini hamma odamdan qaltis, martabalik hisoblaydi. O'tgan kechgan yo'lovchilarga yo'l bermaydi. U o'zini boshqalarga bir uyning moliya qilib ko'rsatadigan juva, shalvur, pirmicho'ruq va kigiz paypoqlarini unutib qolgan edi. Chana oxir go'zal tuzlarni tugitib, haravakashlar tushib tomoq yeb, choy ichadigan, mo'rti kelsa saroylarda qo'nibmi qoladigan, doim ovoz turadigan Gurkiratma nomli mahallaga keldi. Oshxonadan qo'yi qo'r chiqmoqda. Hur bilan lazzatli tomoqni puruq tarqalmoqda edi. Ziyovuddin chanini to'xtatdi va kayni qayrildi. Bir chindan tomoq yeymizmi, Nuri? dedi. Yo'q, dedi Nuri havoni sharat qilib. Kech kirdi. So'g'uq yomon dada, tezroq mangayli. Oshxona oldidagi mum yog'ochda yaxshi egar to'qimliq 4 ot bog'liqliq turardi. Ular amdili mengshiga xaltar ot heliqa otlarni ko'rib kishnadi va otlar tarafga tortib yenichi mangdi. Ziyovuddin devisin bo'y bermadi. Ot o'z amrohlarini to'nib qoldi deb o'yladi Ziyovuddin ansirab. U otni silkib burab mengshiga oshxonadan san joy kiygan biri yugurib chiqib, "Xaltar ot kishnayotdi, ana u chaniq ketibapti" deb varqiradi. Oshxonadan yana 3 odam chiqdi. Ulardan biri harbiychi juvining peshini qoyib, tapanchisini chiqardi. "To'xta!" Ziyovuddin qo'rqib to'xtadi va otdan sakrab tushib ularga salom berdi. "Assalomu alaykum, yoy begim. Ha, bu G'ani o'g'irning sheriki tutilgansan?" Ushchayi Ziyovuddinga yiqilib keldi. "To'xtanglar!" dedi Sabiha chandan sakrab tushib. At mening. Men dadamning etini minib sahroga chiqqan. Nim bo'pti endi. "Mang begining o'rimchiga mangadigan no'g'ay qizi?" dedi yoyi. "Shingdobanning xizmatiga yarg'an qiz. Shugo." Mang begi attiganlar shangan yomildi xaltar otning gapini qilgan. U surmayli minib ketdi. Shunda dadam uxlab qolgan. Sahrodagi do'stlar bilan xo'shishib kirdim. Xaltarni chanog'i kim ko'ndirdi? Ko'nikkan yoyi begim. Yaxshi otning xuyi bo'lmaydi. Otni odamga o'xshash hayvon. Askinlarning xuyi aski bo'ladi. Sana o'xshash ziyak, dedi doğuloq bari. Ziyak uni to'nidi. U heliqi yazliqi o'zi bilan chelishgan chelishchi edi.
Abdumarning soyasida birdamdili qilich esib yoyi bo'lib apti. Endi Ziyovuddin uning bilan chelishmaydi dedi. Man o'qishsa, mana mundaq chani so'raydi, dedi Ziyovuddin Xaltar otni sharat qilib. Eski ot degan hech nimaga yaramaydi. Uni bo'dab, samirtib, qiysini yesangmi ishchan surib ketadi yoyi bek. Otning askisi bilan odamning askisini Xudoyim ko'rsatmasin. U otning to'shvoqlarini chingitib, channing ulg'urlarini qarab chiqdi-da, otga sakrab mindi. Otliqlarmi ular bilan bellamangdi. Mangbeganing uyiga billa boramiz, dedi cho'ng yoyi Ziyovuddinga yondashib. Xaltarni chanadan chiqargin, avotni qo'shayli. Mangbega ko'rsa xafa bo'ladi. Qizidan so'rang yoyi begim, dedi Ziyovuddin otni to'xtatib. Hizvaktam degani bir do'stim bor. dedi qiz ahvolning yomonligini ko'rib. Sizlar ketaveringlar, men otni o'zim akkiraman. Mangbegim suydin ko'ragi borg'udak, xaltar ot bo'lmasa bora olmaydi xonim, dedi yoyla beshi. Mayli, kiravering, biz sizni saqlaymiz. Qiz ularning odatdagi odamlar emasligini tushundi. Nurimo uni his qildi. Ular qizni izlab chiqishgan. Qizning qochib ketmasligi uchun heliq ofisterining Mangbegi bilan birlashib chiqargan odamlar edi. Ziyovuddin ulardan sezgir keldi. G'anikan bizni yomon yerda saqlayotdi. Sizlar biz haq ekansizlar. Bekorli uning odamlarining qo'liga tushib qolmanglar yana, dedi u. Yayla beshi G'ani o'g'rining ismini anglab alaqsada bo'ldi. Sen odam qo'rqitaman dema, otdan tush. Xaltar otni G'ani o'g'ri bulab ketmasin. Elimo Mangbegining bir uyur yeliqini bulab ketdi, shumi yeta. Ziyovuddin yetish bilmagandek etini devitib, "Jeninglardan to'ygan bo'lsanglar, menga chiqilinglar", dedi. Otliqlar pichirlashib uni yandab xeylimandi. Ular Yezvektamdan o'tdi. Ziyovuddin yomon yerga qarab etini devitdi. Xaltar ot o'kirang tashlab yurib ketdi. Yayla pichirlashdi. Oxir to'g'riqqa mangadigan yo'l bilan shaharga qarab ot choptirib yurib ketdi. Ziyovuddin yomon yer deb ataladigan keng soyga tushdi. Soyning ichidan shimoldan tushadigan suvdan paydo bo'lgan tik at to'piliq jirola, janubida qalin muz ostida daryo, daryoning nerisida quyuq o'rmonlik bor edi. Ziyovuddin ular askar boshlab chiqishga mangdi. Bizga hamdi oldiga menish xatarlik. Bir bo'lsa, yuqorida qo'g'inchiga o'tadigan yo'l bor. Biz muz ustidan aplab mengib daryodan o'tib qo'g'inchiga ketayli. Yana bir bo'lsa, orqamizga yenib, Xalpan mahallasi bilan ora o'stanga berib, Qosim Mirobning uyiga borayli. U odam bizga ega bo'ladi, dedi. Qosim Mirobning uyiga borayli, dedi Nuri. Ziyovuddin otni kayniga boradi. Yezvektamdan ora o'stanga boradigan yo'l bor ekan. U shimolga otni boradi. Ular birdamdala tabiiy qor yog'ochliqqa kiradi. Xaltar ot barg'ansira tizgin siyirib o'ynaqlab mangmoqda edi. Ular qorong'i tushganda Xalpanning mazriga yetib boradi. U yerda 1864-yili Eli inqilobiga qatnashgan azmatlarning qabrisi va mazarlari bor edi. Ular otdan tushib Ziyovuddinning talabi bilan mazarga berib duo qildi. Xalpan mahalla o'z vaqtida 80-300 begining odamlari yig'ilib, A'loxon polvonning rahbarligida shaharda bo'layotgan Manju hukmronligiga qarshi Abdurasul bey boshchiligidagi qo'zg'olonga qatnashish uchun qo'zg'algan joy edi. Rasulov G'azot dari mulki Chin dostonidagi voqealarni Nuriga ko'p qatim so'zlab bergan edi. Voqealar to'limi qiziqarli, ta'sirli edi. Nazamzod Hekim, Sodir Palvon, Abdurasul bey, A'loxon polvon, Mulla Shavkat Axunim, Ahmad Singoko'z, Mahmud Pochi va yana To'qilak, Ahmulla Yuzbegilar, yana mushu Xalpan to'g'risidagi voqealar Nuriga yot edi. Mana mush qor yog'ochliqqa 83 ning qanchalik odami yig'ilgan bo'lg'aydi. Kalalar so'yilgan, qozonlar esilgan, Qur'onlar o'qilgan. Xalq zulmga qarshi ajoyib dag'dug'i bilan qo'zg'algan. Vaqt degan atgan o'q. U ishlarning bo'lib o'tganiga hash-pash degicha shuncha yillar bo'pti. Zulm shundoq ketaversa, oradan uzun o'tmay Ili tuproqida ikkinchi qatim cho'ng inqilob bo'ladi. Rasulov bir nimani bilmay so'zlamaydi-da. U chaqda bechora Ili dehqonlari Sepilg'a, O'stanga,
Van Xolu alviniga bir yilda 200 gündek ishlab, o'ziga oralli 160 kun ishlaydi ekan. Az kunda ishlab olgan ho'sulning 10dan 6 qismini hukumatga beradi ekan. Seliq eg'irlashib, dehqonlar madrayolmas bo'lib qolg'achqa, ma'zamza tekim ko'radagi Jiangjunga oshliq topshira olmagan. Jiangjun shunga uni qamab qo'ygan. Shuning bilan Ili diyoriga yangidan hokim bo'lgan Abdurasulbek qo'liga qurol elib chiqqan. Hozir Mo'shindobanning puli paxallashdi. Dehqonlarning seliqi 10 necha xilga yetdi. Seliq saysa alvan yasoq xalqning jiniga patdi. Rusulovning deyishicha, Ekinbek xo'jamni Nezarxon xo'jam Dotaymo Shingdobandan norozi ekan. Lekin qattiqroq tin olmaydi ekan. Chiusining degini apyun chekish, pora elish, hayonkashlik qilish, bulon-talon qilishda birinchi ekan. Yan andik kompartiyaning Mavzimin ismli odami Ju Apandi degan nom bilan Urumchiga moliya noziri bo'lib ketdik. U odam Shingdobanni tanqid qila oladi ekan. Rahimjon bu ishlarni nadim bildikin tan, balki rus ag'inalari deb berdigandi. Nuri dadasi bilan Sabihaga to'xtamay so'zladi. Ziyoddin balasi bilan faxrlansa, Sabiha uningdan ansirashga boshladi. Ular suyi to'nglamagan qarisoni bo'ylab tugmanlardan o'tib, janubga qaragan cho'ng darvozaning oldiga keldi. Mana keldi, o'ylasang kirayli avval, dedi Ziyoddin otni kichik darvozaga burab. Anglayotganinglar beli qutoridan angiltilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ekinbek xo'jamning o'rdisi G'ulji shahrining ichida. Darvozasi janubga qarab turadigan o'ylis kang uylari ko'p, orqada beg'aba qadimiy qo'rodi xo'jam balachaqa, navra, xizmatchilar bo'lib nurg'un odam bilan turadi. Qo'ri oldidagi kang yo'l bilan qiblaga 100 qadam mangsala xalq madrasasiga borg'ili bo'ladi. Xo'jam qilin ko'rpalarda mamuq yostiqqa yo'linib o'ltirib, birda uyning taxtayliq to'risiga, birda eshik beshidagi gaj bilan yasalgan chiroyli naqshlarga qarab xiyol surmoqda edi. Xo'jamning 20lardan oshgan to'limi chiroyli, axloqli deb maqtalayotgan kichik o'g'li Qiyumbek xo'jam uningga xeylili jiq zoyim tushganligini aytdi. Yerga qarab zoyim tarqasa, hamma yuk dehqonga tushdi. Bu nimasi? deb xo'jam xafa bo'ldi. Sepil so'qqanmi g'o'rja, o'stan chapqanmi g'o'rja, dan to'liganmi g'o'rja, vobolamasmi g'o'rjaga. Xo'jamning ovozi ching chiqib ketsa kerak, uyga ayoli kirdi. Nim bo'ldi xo'jam? Tavingiz yo'qmi? Yo'qsa, bu hukumatga nim bo'ldi daymana. Ha desili men bilan aytishdi. Ikki qatim xudo o'ngshab o'limdan saqoldim. Esingdimi xotin? Men ish qilsimda bo'lmasin. Bechara qizim Guharbonim hozirmi turpanda mirzi qamoqda tursa. Ular jimib qolishdi. 1937-yili 8-oyda o'lkalik hukumatning muavin raisi G'ojiniyazning cho'ng o'g'li Saydul Shoyi Bajgir Qosim Juyjang, Yunus Tingjang Abla damollalar bilan G'oljaga kelib, Ilining muavin doti Turdaxunbayning uyiga tushdi. Bay mehmonlarni G'oljaning bog' yayloqlarida o'ynatdi. Qirg'iz millatidan chiqqan bu bay amaldor shuncha hasham bilan kutibmi mehmonlarni to'liq rozi qila olmadi. U G'olji baylarni mehmonga chaqirib, Urumchidan kelgan aziz mehmonlarni tanishtirdi. Saydul Shoyi tunji qatim Shoyilik nomi bilan cho'ng so'ringa kirgan Qiyumbek xo'jamga qarab qoldi. Odam bolasi mundaq chiroyli bo'ladi-ku, Chochlari, qosh ko'zi, buruti, bo'ylari cho'texe. Qarang'a kulkisining chiroyliligini. U yenidagi Qosim Juyjang bilan Yunus Tingjanga og'iz-og'izga tegmay maqtig'ila turdi. Oshiq bo'lib qoldilarmi nima hay Shoyi? dedi chaqchaq qilib Yunus Tingjang. Qiz bo'lgan bo'lsa, uningga oshiq bo'lib qolatdim. Ammo bu kasofat o'g'il bolada. Anglasam bu balaga o'pmoqshash ikkisinglisi bordak. Cho'ngi 16 yosh, kichiki rasma, hey turda xunaka, mayarga kelsin-a. Semiz, do'g'loq, do'ng qapoq Saydul Shoyi o'ltirolmay qoldi.
Shu oqshomlar Turdaxunboy Qosim Jo'jang Yunus Tingjanglarni boshlab G'ojamning mush mehmonxonasiga elchilikka keldi. Yo'q, qizim kichik, endi 16 yoshga kirdi. 18 yoshga kirmagan qizni 40 yoshli odamga yotlaq qilsam, Shingdobanning qonunini buzgan bo'lmamdiman, dedi G'ojam ularning talabini rad qilib. Saydul Shovyening gelidan g'izo o'tmay, uxlay olmay qiylayotdi G'ojam. Xo'janiyaz raisimiz anglasimi bizdan ranjiydi-da. Lavay, u odam mening Duharbanum qizimni ko'ribdi-kanma? Ya G'ojam, andoq bo'lsa bu qandoq kuyuk. Har qandoq bir qizni to'g'rilasanglar bo'laveradi ekan-ku. Turdaxunboy, G'oljida qiz ozmi? Saydul Shovye Qiyumba G'ojamni ko'rgan, chiroyi Qiyumba G'ojamga o'xshaskan degan talabni qo'yib oldi. Lavay, chiroylik deganmi dushman? Dushman. G'ojam xafa bo'ldi. Elchilar noiloj qaytishdi. Saydul Shovye bu shum xabardan qattiq xafa bo'ldi. Chog'liqqa G'oljiboydir, dedi u ko'kirib tatirib. Qumulvangdir, nini banolarni ekin bag'ujiq bergan u. Bu G'ojam ajab bir qizni oyab ketibdi. Saydul Shovyening talabini Turdaxun Dotang Chiyosining bilan Sovet konsuli Dobashinga aytdi. Sening bilan konsul G'ojamni chaqirib, qizining gapini yana tilga oldi. Men 16 yoshli qizimni erga bermayman. Chiyosining bilan Dobashin janoblariga taqdim qilaman, dedi G'ojam tamdek tatarg'anchi soqollarini titratib. Qolgan ishlar endi sizlarning, qizimning otasi endi sizlar. Nahayat katta to'y bo'ldi. Bug'u fermasidan Sirojiddin boyni keldi. G'ojamning bu boyi mehribon kuyovli qizini uzitib Hasan degan odamlar bilan Urumchiga bordi. Bir oydan keyin G'ojaniyaz xoin deyilib qo'lga elindi. Urumchidan qaytib kelayotganda Sirojiddin boyni ishki enisini qo'shib shaharga kirmasdan tutdi. Hekimba G'ojamni G'ojaniyazga qizini bergan xoinga chetishlik deb qo'lga elish uchun chaqirdi. Turdaxunboylarni shu gunoh bilan qo'lga elindi. G'ojam hamma gap bo'linib ayiblangandan keyin Lavay, Chiyosining men qizimni Dobashin konsul bilan ishkillarga berganman. Yo G'ojaniyazning o'g'liga berdimmi? deb so'radi. Chiyosining duduqlab qoldi. Tenib olay desa, Dobashin hayot edi. G'ojam aman qoldi. G'ojam oyimga qaradi. Oyim qizi uchun azoblanib yig'lamoqda. Qizi hozirmi Ostona degan yerda mirziqamoqda. Uning nima gunohi bor? U ketgandimi zari qaqshab ketgan emasmidi? Gunohsizlar jazolanadigan jahonmi bu ya? Yuqur qishlarni G'ojam oyim bilan aslab bo'lib, Tungallar tasla qolgan meni aytib ha oyim, dedi. 1933-yili Tungallar G'o'lji shahrini bir hafta so'rganda ularni odam tutdi, o'ldirdi. Tuyuqsiz 10 qurolliq Tungan G'ojamning mushi o'rdisiga besib kirib, G'ojamni bog'lab elib mangdi. Sen o'risin odami, ma! Shahar ichidan G'ojamning qo'llarini bog'lab piyoda mang'uzib, Tashlabga bozoriga kelganda 4 o'qatchi Xanzo yugurib kelib, Tungallarning oldin to'rab, Hacim Tayjin tutishqi bo'lmaydi, etishqi bo'lmaydi. Uyg'urlar qo'zg'aladi. Bilamsizlar, Qardongda hozir dehqonlar qo'zg'aldi. Bu yerda Tungan ko'pmi, Chantu ko'pmi? DVD Tungan qurolliqlarining boshlig'i Xanzolarni silkib, "Qaranglar bo'lmasa, menish. Bu degan o'risin odami, u bizga dushman", dedi. Xanzolar Hacim Tayjin yaxshi odam. Manjular mazam hacimni tutgan. Oxir o'zri tugashdi. Sizlarmi mushundoq bo'lsalar?" dedi va ularga agishib, Taxtyun mahallidagi Tungan qo'mondonlik shtabiga kelib, Hoji Tunga Hekimba xo'jani tutishga, aytishga bo'lmaydi, dedi. Hoji Tung, "Men Nezarxon xo'jamni tutishga buyruq bergan. Hekimba xo'jamni nima ish tutibsizlar? Bu aqlni kim ko'rsatdi? Aytolsin", deb buyruq berdi. Xo'jamni tutgan boshliqlar shu xo'ylidili aytildi. Shu kun kechda G'ojamning qizi dadasini ko'rgili, atrang drab palto kiyib, kalaskada g'adib o'tirganicha shahar sirtidan yetib keldi. Tungan qurolliqlar uni to'sib, "Tata, o'ris",
deyishdi miltiq tanglab. Biri Yo'q, Hojim Tayjining qizi. devidi, darhol shahar darvozasini ochdi. Xo'jam mana shunday qilib tungan atusidan saq qolgan va hayvi topgan edi. Bilqut xazinasi. Er-xotin bu ishlarni birlikda aslashdi. Hozir Shingdoban yana uningga ko'z tikmoqda. Yaqinlarini tutib, uning yuragini mo'jimoqda. Bo'lmasa, nemish qisodigarlar, charvadorlar zoyumini oz oladi-yu, yer teriydiganlar ko'p oladi. Ili tavasida Xo'jamdan yerijiq hech kim yo'q. Demak, bu zoyumni jiq setib verish kerak degan so'z. U Shingdobanga nima yomonlik qilib etdi ekan tang? Uning ota-bovulari Musa Gongdan tartib Melikzot, Xushnizot, To'xtugun, Xalzot, Mazamzot, Xizrxon, Bova Xo'jam, Jahongir, ya'ni o'zigacha bo'lgan hekimbarlardan qaysi biri xonning farmonlari bo'yicha ish qilmadi. Qil deganni qildi, tur degan yerida turdi. Garchi Chellon podsha O'ranzib bo'lsiga G'o'lja tavasidagi shimoliy yatda Janubiy 17 ta g'oldan 3 g'olni tanlab ol deganda, u Borosun Tashliqsay jirg'ining g'ollarini tanlab olgan. Bu g'ollarning suvlaridan Yangi Avat, Cho'luqay jirg'ilang o'stanglarini choptirib, butun Ili vodisini ko'kartgan. Dehqonlarga bergan yerlardan chiqqan g'usulning 10dan 2sini ekinpaklar elib, 10dan 8sini dehqonlarga qoldirgan. Shu 10dan 2 o'lish bug'doy bilan shunchalik yerlarning dallarini ekinpak to'lab kelgan. 10 atning tökkan dallarining talullari hozirmo sanduqlarda saqlaqliq turmamdi. Ekinpak bo'lib yurt so'rmoq to'limi tas. Bir yoqda hukumat, yana bir yoqda fuqaro. Hukumatga yaxshi ko'rinaman desang, xalq tillaydi. Fuqaroga yon bossang, hukumat seni ayiblaydi, so'laydi, ochiq kelsa o'ldiradi. Manju xalqlari ekinbaklarning g'imi bilan hisoblashgan emas. Lashkarlari tayyorni yap-yapgan, soni yildan yilga ko'paygan, nafs yo'g'inib, seliqni seliyvergan. Dehqon bechoraning holi bilan hisoblashmagan. Mana hozirmo qattiq so'g'uqda olvonga ishlayotgan dehqonlar ozmi? Pichoq so'ngakka yetganda Mazamzot hekim xonga yongan. Oxir xon beshini yeb, Ili sultonligi borliqqa kelib jahon tinchigan. O'ruslar bu yerni besib olib 10 yil so'radi. Nuraxunning oqsoqolni ativorladi, bizni chetga qoqdi. Lekin nimani degan bilan o'ruslar yerimizga jiq yenglik akaldi. Odamlar uylariga aynak qo'ydi, taxtayliq uy soldi, mashina ko'rdi. Moskveskiy so'xna, Girib, Kivrikot, Mahmal, Doxava deydigan ismi ta'siraqlarni kiydi. Biroq o'ruslar chiqib ketdi. Manjular yana keldi. Shuncha xalq o'ruslarga agishib ketdi. Ili tavasida orali 16 ming Uyg'ur qoldi. Shu ko'shkoshlardimi biz mushu o'rda mahallasidan madarlamadik. 10 avlod mush hukumatning xizmatini qildik. Oli ko'ngillik osiylik qilmadik. Bu hukumatga yanada biz yomon. Kuyog'ol so'laqda, qizim Nazarbandda. Texi mening yanimda odam bor. Men Shingdobanga nima yomonlik qilib edimkin? Ko'ziga sat ko'rinib qopti menga tang. Xo'jam yumshoq massasining qo'njisini solab, cho'nqur xiyolga betib o'tirganda uyga xabarchi kirib keldi. Mezarxon xo'jam odam avatib silni do'tay yomilga chaqirtibdi. Hekimba xo'jamning chiroyi tatirib ketdi. Lavay, dedi u midirlab qo'yib. Kalaskini qassob. Xo'jam nagili barsa o'g'lini belli elib oladi. Bu kenji o'g'li chiroyli bo'lib qolmay, aqlli, sazgur va kuyimchan edi. U dadasining qo'l qanti muhofizatchisi, g'ururi edi. So'zlar to'pa darabdan tashlangan qama yoqiliq bo'ri joy kiygan, bo'yniga tugi yungidan to'qilgan sharpa urgan Xo'jam bilan Moskveskiy suknidan qora palto, beshiga yarshimliq qora ko'rpidan qilingan quloqchi kiygan, oq yuzlik, qosh kirpik to'kilib turadigan to'limi chiroyli yigit Qiyumba Xo'jam kalaskidan kaynida o'ltirib madrasa oldidan o'tib edi. Mag'rixona oldida kunga qoqilib turishgan taliblar qo'llarini ko'ksiga qo'yib salom berishdi. Kalaska onga aylanib to'g'ri ko'vrikka qarab mengmedi. To'rt ko'cha eg'izidagi do'konlardan odamlar yugurishib chiqishib bir nimalarni deyishdi.
Bir cüp jaran qashqa at o'ynaqlab, oyoqlaridan qora tugurchaklarini uchirib, Dotay Yamul Silimbu darvozasi oldiga kelib to'xtadi. Xo'jam bilan Qiyinbek xo'jam kalaskadan tushdi. Darvozadan askarlar ularni kirgizib atdi. Qiyinbek xo'jamni qo'ltiqlab olgan. Ikki yoqdan qator teraklar, qar yog'ochlar shoxlardagi qilin qardan oldiga engishgandek ko'rinadi. Ular salom berib yoki hal aytib atamdi. Xo'jamga hal aytadiganlar ko'payib ketayotgan bu kunlarda teraklarmi, qar yog'ochlarmi ularga hal aytayotgandek ko'rindi. Bayılan ular Dotay Yamul oldida müşjib, titrab o'tirishgan da'vogarlar to'pini ko'rmadimi? Daraxtlarning müşjishi ana shularga o'xshab qolgan. Xo'jam keldi. Dedi biri binoning qongaltar peshayvonliq ishki chetida salasuni bor, pallanpay bilan ko'tarilib chiqadigan ishga oldi tik turib. Kelsizlar xo'jam. U hammaga tunishtumchi tarjimon edi. U bugun meniga shuncha bola xushal ha deb o'yladi xo'jam, doim ko'rsada surilib ko'rinadigan to'nchiga hayron bo'lib. Ha, bugun yaxshi xabar bor o'xshamamdi. Alomating xabar, dedi to'nchi. Shusilar sizni saqlayotdi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, inglizi 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinesi